Qashqadaryo viloyatida yana maktab muammosi. Manzil Qarshi tumani Qozikent mahallasi. Hududdagi bolajonlar 5-6 kilometr masofani bosib, serqatnov yo'llardan o'tib maktabga borishga majbur boshqa qishloqqa. Ota-onalar esa bolalarimiz maktabga borib kelgungacha xavotirda o'tiramiz deyishyapti. Xo'sh, qozikentliklar uchun yangi ta'lim muassasasi qurib beriladimi? Qarshi tumani yangi Qozikent mahallasi tashkil etilganiga deyarli 9 yil bo'lmoqda. Manzilda 500 dan ortiq fuqarolar istiqomat qiladi. Ulardan 150 nafari maktab yoshidagi bola. Manzildagi o'quvchilar qo'shni 4-6 kilometr uzoqlikdagi Kamandi, G'ubdin, Niyozbiddin va Mexanzadr mahallalaridagi maktablarda tahsil olish uchun qatnaydi. Aynan mana shu jarayonlarda esa bolajonlar turli muammolarga duch kelmoqda. Xavotirga o'tiramiz, poyezd yo'lga poyezd kelib qolgan vaqt to'xtab qolishyapti. Kelishi ham qiyin bo'lyapti bularni. O'qituvchisi davomat deydi, jo'natmaymiz desa, loyliklar umuman chiqara olmaymiz ko'chalarni loylikdan. Mana ko'z yiqilib, shilinib kelyapti. Maktab qiyin bizga shu birinchi o'ringa maktab bilan bog'cha. Yog'ingarchilik kunlarida loy ko'chalardan chiqib, avtomashinalar serqatnov markaziy ko'cha oralab maktabga qatnayotgan bolalar hayoti har soniyada tahlikada qolishi mumkin. Bundan esa ota-onalar qattiq xavotirda. Mana bu ko'zga ko'rinib qolgan qizlar. O'zim necha marta guvoh bo'lganman, shu doktor boraman, kelaveraman, yo'limdan chiqadi qizlar. Ba'zi bu shopirlar, bir xil shopirlar qizlarga gap otadi, qo'rqitadi. Izidan ergashib kelganlar bor necha marta. Bu muammo yuzasidan aholi vakillari Qarshi tumani hokimligiga deyarli 7 yildan buyon bir necha marta amaliy yordam, ya'ni maktab binosi qurib berilishini so'ragan. Biroq hech qanday natija yo'q. Arzlar bayon etilgan xatlar esa faqatgina arosatda qolib ketmoqda. Necha yerdan boraman? Kuni bo'yini hisobidan necha yerdan boraman? Bo'ldi akajon. Ma'lum muammo yuzasidan telefon qo'ng'irog'i orqali Qarshi tumani qurilish bo'limi mas'uli bilan avvaliga joriy yil yanvar oyining so'nggi jumasida manzilda ko'rishishga kelishdik. Ammo undan so'ng mas'ulga 20 kun davomida qilingan 50 ga yaqin qo'ng'iroqlarimiz javobsiz qoldi. Nazarimizda Qarshi tumani hokimligi bu muammoga bepisand munosabatda. Qozikentlik maktab o'quvchilarining sifatli ta'lim olishi va ularning salomatligi haqida gap ketganda tuman hokimligi mas'ullar jim ekanligi tushunarsiz. G'olib Amirov, Jamol Nazarov, Markaziy studiya.